Assalomu alaykum hammaga. Bugun Infinity Capital ofisini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, kстати, bu ofis Nesvanda C blokda joylashgan. Koridorimiz, kirib kelamiz. Bu yoqda lift bor. Xo'p, 062 bizaniki. Marhamat. Svetlarni yoqamiz. Kirib kelishinglar bilan chiroyli oyna qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqni olasiz. Kelganda endi hamma o'ziga qaraydi, chiqqanda shu tipa shunaqa joy bu. Xo'p, kirib kelishimiz bilan bizni keng zalimiz kutib oladi. Tipa bu xudo xolasa yangi proyektlarimiz uchun bu yerda tipa mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, mana Infinity logosi, Infinity Capital, ya'ni bu cheksizlik belgisi, ya'ni buni ma'nosi cheksiz kapital degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoqda garderob, endi buni ochish shart emas. Xo'p, bu yoqda ochib ko'rsatamiz mayli. Sekret eshiklar qilib chiroyli qilib ketilgan. Bu yerda rakvinamiz bor, kichkina bo'lsa ham. Tak. Bu yoqda esa o'sha kofe apparatimiz zerikib qolmasligi uchun. Hop, bu yoqni ham ko'rsatib ketamiz. Bu yerda biz xolodilnikimiz bor, kichkina bo'lsa ham. Hozir ichi bo'm-bo'sh edi. O'zimiz uchun bir ikkita narsa qo'yib qo'yganmiz. Tushunganlar tushundi. Hop. Bu yoqda kichkina bo'lsa ham, ya'ni yagona bizni ofisimizni zelyoniy anaqasi. Zelyoniy zonasi deylik. Xo'p, bu yoqda endi ikkita xonamiz bor. Bu yoq общий xonamiz. Bu yoq esa Kaminoy Kamtarin Infinity'ning asoschisining xonasi. Xo'p, svetlarni yoqib olamiz. Kelinglar, marhamat. Xo'p, bu yoqdan boshlaymiz. Endi o'tirib, shaharga qarab, kofe, choy, nimadirlar ichadigan joyimiz. Tak, bu yoqda endi meni stolim, ish stolim. Tak, bu meni ikkinchi telefonim, tipa bor. Bu yerda Mac bor. Bu yoqda planshet bor. Meni bu 365 kunlik anaqam bloknotim. Endi bu muzika eshitish uchun tipa shunaqa. Bu yoqda endi shaxsiy narsalar. Savol. Nega Mac bor? Samsungdan foydalanasiz? Samsung Tab? Samsung Tab, Samsung bo'lganda anaqa oddiy deb o'ylamanglar. Bu oxirgi versiyasi. Nega aynan shu? Bu ham oxirgisi, M4 xabarimiz bor. Bu nega oxirgisi? Xo'p, bu endi qancha yaxshi narsa bo'lsa, odam o'ziga shuncha qo'laydi. Qotmaydi, versiyalari yangi, ya'ni penlari bor, ruchkalari bor. Bu qotadimi? Ha? Bu qotadimi? Yo'q, qotmaydi demoqchiman. Nega aynan bundan foydalanasiz? Mana ochamiz. Aha. Xo'p. Qarang, ikkalasida bir xil funksional bajarish imkoniyatiga egasiz, to'g'rimi? Nega aynan Samsung? Endi qarang, bitta joy bor. Macda meni hamma narsam saqlanadi. Ma'lumotlarim, telefonim bilan bitta, kстати, telefonim bilan bitta xavfsizlik uchun. Xo'p, bunda bo'lsa o'sha endi Macni ko'chada men olib yurmayman-da ko'proq. O'sha uchun buni olib yurishga, qo'l bilan boshqarib analiz qilishga bozorda, ya'ni oson. Demoqchiman, mana pen bilan, ruchka bilan ruchkasi bilan analiz qilish, grafik osonroq bunda. Chizmalar oson bitadi bunda. Shunaqa. Bunda o'sha Apple xavfsizligi bo'yicha ko'pchilik bilsa kerak. Endi bilgan bo'ladi deydi. Bu yoqda endi oddiy aksessuarlar, soat, kitob, gul yana bitta misol uchun. Endi bizni bu o'yinchoqcha. Tipa shunaqa. Xo'p, qisqacha shu meni xonam. Dam oladigan joyingiz bo'lsa kerak. Endi ham ish, ham dam olish. Nima deydi? Soqqali temal shu xonada bo'ladi, короче. Bez kamera, bez anaqa. Xo'p, ikkinchi общий xonamizga o'tamiz. Xo'p, kirishimiz bilan bizani 5 tali stol qabul qiladi. Bu yerda bitta kompyuter bor, bitta ikkinchi kompyuterimiz bor. Endi xo'p, bu kompyuterlarimiz unaqa oddiy kompyuter emas. Bu oddiyroq bo'lishi mumkin, lekin mana bu asosiy bizni ish kompyuterimiz. Bu anchagina aqlli qilib yig'dirganmiz. Narxlari ham yaxshigina.
1,5 mingdan tepada hisoblayverasiz. Xo'p, bu yoqda televizorimiz bor. Bu yoqda endi shahari yana ko'rmaganlar uchun ko'rinadi. Hop, bu yoqda endi shu aksessuarlar va yana ikkita gulchamiz ham bor. Shunaqa qisqacha ofisimiz tipen oddiyroq bo'lsa ham deydi-yu, bizga boradi hozircha. Ajoyib, treydersiz. Da, trader. Hozirgi paytda qanaqa balans bilan ishlaysiz? Hozirgi paytda endi balansimni ayting, topadigan pulimni ayting. Balansni ayting. Oylik haqida gaplashamizmi, kunlikmi? No, balans qizig'roq hammaga. Topadigan pul balans ochiq aytadigan bo'lsam, hali hech qanday aytmaganman buni. 200 dan tepada. Aniqroq sonlar yo'q. 200 mingdan tepada xolos. 200 ming dollar haqida ketyapti gap. Kunlik va oylik $500 topaman ekan. oyiga 500. Da, 500. Sir bo'lib qolaversa endi bu ochiqlanishi. Menda ham shunaqa. $500. Bu kimning joyi bu? Bu ajoyib joy. Bu joyimiz Kamino Kamtarin operatorimizga tegishli. Muhammad aka, biz operatorimiz. Shunday ancha qarasangiz, o'zingiz ham ko'rinasiz menimcha oynaga. Da, ko'raman. Tipa mana bu kishiniki. Bu ham seriozniy apparat ishlatadilar. Bunaqa oddiy emas har holda. M Pro protsessorida. Конечно. Sizga o'xshab oxirgisi emas-ku? Anno endi sen padarka odam emas, короче. Bu yoqda Osmo 6, 7, Mic Mini, Mic o'zi, короче, endi filtrlar, hamma narsa bor. Men bunga e'tibor bermaysiz, biz faqat go'sht yeymizda. Sumkaga chak. Xullas shunaqa qisqacha obzorimiz. Yana savollar bo'lsa bemalol aytaveringlar. Kommentariyalarda savollar qoldiringlar, javob berib ketamiz. Like, subscribe deydimi? Subscribe. Podpiskadan chiqmasin. Podpiska. Hammaga rahmat. Bu ofis haqida qisqacha obzor bo'ldi. Bu Infinity Capital.